Tinchlikmi? Necha chaqirding bizlarni bu yo'lga? Ha, bittasini onasidan so'kib qo'ydim. Hozir kelib so'rab olmoqchi. Telefon qil, bo'lmasa tezlashsin. Hozir telefon qildim, kelishyapti ekan. Shunaqa tema aka. Mashinamidi? Da, mashinlar kelishdi. Mashinamidi? Na o'rtoq mashinalar. O'rtoq keta qolaylik, problema kelmas. Men bularni yaxshi taniyman. Nima deganing bu? Men yoningdaman. Tusha oldimga. Vallahi yaxshimisizlar? Qaysi biringlar bilan telefonda gaplashdim? Men bilan gaplashding telefonda. Sanmisan onamdan so'kingan? Ha, men onangdan so'kkan. Xohlasam yana so'kaman. Nima keladi qo'lingdan? Bolalar sal sekinroq choli hal qilsak bo'ladi, eshitdingmi? Ana gaplashishimiz sendan so'raymizmi? Ne aralashyapsan sen? Onadan so'kinib yaxshi chiqmayapsizlar lekin. Sendan so'raymizmi endi so'kishni? Aqlli. Sizlar bilan birga gaplashamiz-kana bolalar. Yuringlar sizlar bilan zo'rjo'da gaplashamiz. Nima gaping bor, shu yerda gaplashamiz. Qo'rqmanglar, o'ldirib qo'ymayman. Yo'q, qo'rqasizlar. Nima deyapti bu aka? Hayda. Tinchlikmi? Nima olib kelib bu yoqqa bizni? Sanmiding onasidan so'kingan? Bosh o'ylamadingmi, onasi bormikan, yo'qmikan? Mujik. Mash bola hammamizga mashitdi. Erkak bo'lish o'rgatdi. Tisha oldimga. Mani onamdan so'kdi dedilar. Onamdan haqorat qildi. Axir aybi men qilgan bo'lsam, onamda nima ayb? Ey Allohning rasuli, Zaydni chaqirtirdilar, beqa dedilar. Sen Bilolni onasidan so'kdingmi? Qora xotinni bolasi dedingmi? Yo Rasululloh, og'zimdan chiqib ketibdi. Bilmay qolman. Jahl ustida aytvoraman.